Yangi 2026 Chevrolet Cobalt yana qaytdi va u avvalgidek oddiy, ishonchli va tejamkor sedan sifatida taqdim etilmoqda. O'zbekistonda Cobalt uzoq yillardan beri eng ko'p tanlanadigan avtomobillardan biri bo'lib kelgan va yangi model ham shu an'anani davom ettiradi. Cobalt ilk bor bozorga chiqqanidan buyon oilaviy foydalanish, arzon xizmat ko'rsatish va mustahkamligi bilan mashhur bo'lgan. 2026 yilgi versiyada tashqi dizayn ancha zamonaviylashgan, old qismi LED chiroqlar bilan yangilangan, kuzov chiziqlari esa silliq va jozibaliroq ko'rinadi. Salon ichida kattaroq sensorli ekran, qulay o'rindiqlar va yaxshilangan materiallar haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Texnologiyalar qatorida orqa kamera, parkovka datchiklari va asosiy xavfsizlik tizimlari mavjud. Dvigatel 1.5 litrli benzin bo'lib, shahar va trassa uchun yetarli quvvat hamda kam yoqilg'i sarfini ta'minlaydi. Nexia va boshqa byudjet sedanlarga nisbatan Cobalt o'zining ishonchliligi va arzon ehtiyot qismlari bilan ustunlik qiladi. Eng muhimi, narxi hamyonbop bo'lib, 2026 Chevrolet Cobalt O'zbekiston bozorida yana eng maqbul va ommabop tanlovlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Yangi 2026 Chevrolet Cobalt yana qaytdi va u avvalgidek oddiy, ishonchli va tejamkor sedan sifatida taqdim etilmoqda. O'zbekistonda Cobalt uzoq yillardan beri eng ko'p tanlanadigan avtomobillardan biri bo'lib kelgan va yangi model ham shu an'anani davom ettiradi. Cobalt ilk bor bozorga chiqqanidan buyon oilaviy foydalanish, arzon xizmat ko'rsatish va mustahkamligi bilan mashhur bo'lgan. 2026 yilgi versiyada tashqi dizayn ancha zamonaviylashgan, old qismi LED chiroqlar bilan yangilangan, kuzov chiziqlari esa silliq va jozibaliroq ko'rinadi. Salon ichida kattaroq sensorli ekran, qulay o'rindiqlar va yaxshilangan materiallar haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Texnologiyalar qatorida orqa kamera, parkovka datchiklari va asosiy xavfsizlik tizimlari mavjud. Dvigatel 1.5 litrli benzin bo'lib, shahar va trassa uchun yetarli quvvat hamda kam yoqilg'i sarfini ta'minlaydi. Nexia va boshqa byudjet sedanlarga nisbatan Cobalt o'zining ishonchliligi va arzon ehtiyot qismlari bilan ustunlik qiladi. Eng muhimi, narxi hamyonbop bo'lib, 2026 Chevrolet Cobalt O'zbekiston bozorida yana eng maqbul va ommabop tanlovlardan biri bo'lishi kutilmoqda.